Rahmat doktor. Rahmat sizga. Juda katta rahmat. Doktor 10 yil deganda tuzaldim. Sizga rahmat doktor. Salomat Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Qaytib barizani eshigini ko'rmang. Hop. Sog'ayib keting. Bo'pti, hop. Ya dada. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshi dam olib keldingizmi? Sog'ling yaxshimi? Hozir mana bemoringizni kuzatayotgandim. Ha. Dada, suyunchi bering. Xo'p, nimaga? Men sizdan kuchli doktor ekanman. Iloyim kuchli bu. Men sizdan zo'r doktor ekanman. Iloyim zo'r bo'lgan. Mana siz bir oy dam olishga ketdingiz-ku? Boshma, men professor bo'lsam, Ha. sen kecha o'qish tugatib kelgan bo'lsang, qanday zo'r bo'ladi? Mana siz bir oy dam olishga ketdingiz-ku? Ha. Mana shu bir oy ichida siz 10 yildan beri davolanmayotgan bemorni men bir kurs lecheniya bilan men davolab yubordim. Mana qaytib kelmaydi endi, ket. Nima? Otday bo'lib ketdi. Nima qilding? Ahmoq ekansan. Nega? O'qimagan. O'qishga kimni pul bilan o'qishga kirding? Shu bemorni pul bilan kirding-ku. Kontraktni kim to'ladi? Mana shu bemor to'laverdi-ku. Kimni pulga uylanding? Mana shu bemorni pulga uylanding-ku. Haqiqatan minib yurgan mashinaga kimni pulga kelgan? Mana shu bemorni pulga kelgandi-ku. Esi yo'q. 10 yildan beri aldab davolab men buni ko'p yildan beri sog'ib yurgan sigirimizni sut bermaydigan qilsanda o'qimagan. Xo'p,